Siqilyapsanmi? Videolaring rekka chiqmayaptimi? Demak, bu videoni oxirigacha ko'rishing kerak. Videolarim rekka chiqmayapti deb hech qachon to'xtab qolma, chunki qorong'ulik abadiy emas. Kecha kunduz mehnat qilyapsanmi? Demak, qachondir mevasini olasan. Shuni unutmaginki, tez ko'tarilsang tez unutilasan. Shuning uchun chekka-chekkada o'z ijodingni qilib yuraver. Qachondir sen ham eplab bo'lmas darajada muvaffaqiyatga erishasan. O'shanda meni shu gaplarni eslab qo'ysang bo'ldi. Agarda senga bu motivatsiya ham yetarli bo'lmasa, bemalol sassiq turganingni yoqing. Chunki senga men tugul qaysi motivatsiyalar ham yetarli bo'lmaydi. Faqatgina sendan so'raydigan narsam o'sha sassiq ko'rpangni kirib olib, negativ yozishni to'xtat. Bu yoqda qozoqlar, tojiklar, tajribali fayercha podeshkadami deb turgan paytda sen o'zbek bo'lib turib o'zbeklarning kommentariyasiga negativ yozsang, yo'q bo'lsa kerak. Obuna bo'lib podeshka qilayotganlar esa addi shu yurakdasizlar. Agarda malol kelmasa, siz ham obuna bo'lib qo'ying. Zo'rlar yoki bir-birini so'kib chiqayotganlar videosidan zeriksangiz menga ham podeshka qilib turasiz. Ovozga keladigan bo'lsak, bu o'zimning shaxsiy Alloh tomonidan berilgan ovozim. Go'zalni ovoziga o'xshatayotganlar bemalol Go'zalni kommentariyaga atmay qilib so'rashingiz mumkin.